Kebab qilish usulini elib keldim do'stlar. Qilish usulim pek oddiy. Mayli mehmon kelganlarda bo'lsin yoki uydagilarning go'sht tomoqlarini yegiz kelib qolgan vaqtda etib bersanglarmi shunchalik yeyishlik ham o'zgacha chiqadi. Mushundek etib dasturxonga olib chiqadigan bo'lsanglar, mayli cho'nglar bo'lsin, bolalar bo'lsin, hammasi yoqtirib yeydi. Qaynam sammamiz birlikda tugunaylik. Oldi bilan o'zimizning yaxshi ko'rishiga asosan to'g'ri go'shti yoki kal qo'y go'shtlaridan jon sonimiz qarta tayyorlab ezish mashinasidan o'tkazib ezib olamiz. Bosh piyoz, samsaq, ashkuki, qizil lazlardan muvofiqni ezish mashinasidan qilib ezib o'tkazib go'shtning ustiga to'kib olamiz. Ta'min tashlash uchun limon suvi, qarmosh, cho'ng ustamning yangidan bozorga solgan kabob qiyamidan cho'ng shik qo'shiqni selib etsak, atmoqchi bo'lgan kabobimizning ta'miga tam qo'shib, g'ayri puroqlarni yo'qitib berdi. Men bugun asl ta'mni ishlatdim. Bulardan boshqa tuz, un, laza, suv maylardan muvofiq berib, yaxshi aralashtirib, kabobning qiymasini tayyorlab olamiz. Kabobning texmi quvvatli bo'lish uchun kabob bilan qo'shib yeydiganga o'zimiz yaxshi ko'radigan ko'ktatlarni tayyorlab, ko'ktatlarimizning tamlik pishish uchun muvofiq tuz, kabob tetutqusi, rayhon o'qi, azroq suvmay unlazlardan berib yaxshi aralashtirib, lesqi to'kib oldi bilan duxovkaga selib etib turamiz. 180 gradusga tanshab salsaq bo'ldi juma do'stlar. Qiyim go'shtning qo'limizga chaplashib qolmaslik uchun qo'limizni maylab, muvofiq qiyimni qo'limizga ilib ko'rsatilgandek so'zinchoq kabob shakli keltirib olamiz. Undan keyin 3 tal barmoqimizni ustiga patirib bezib olgandan keyin shaklini bir qur tuzib etib, oldin qizdirib olgan duxovkaga selib 200 gradusda 30 minut atrofda pishirib olsaqlam tayyor bo'ldi. Sekuktatlarimiz pishib bo'lgandan keyin oldi bilan ilib, taxsining tagiga chiroyli tizib olamiz. Undan keyin pishirib olgan kaboblarni o'zimiz yaxshi ko'rgan shaklda tovoqqa tizib olgandan keyin dasturxonga ilib chiqsaqla bo'ladi. Mana o'xshagan bir tovoq qiyim kabobimizni tayyor bo'libdi. Etish usuli ko'rganinglardek unchalar murakkab emas. Juma do'stlar, sizlar oil cho'qim bir sinab yiqinglar. Kelar sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.